Muhammadur Rasululloh. Asar muallifi Abdulhamid Juda an-Najjar. Ssenariy va qo'shiqlar muallifi Abdulfattoh Mustafa. Bosh rollarda Shukri Sarxon, Mahmud Al-Malihi, Amina Rizq, Tawfiq Aldaqan, Abdulmunayim Ibrohim, Hamdi G'ays, Laylo Tohir, Abdurrahim Zarqoni, Badruddin Jamjum, Sano Mazhar, Rishvan Tawfiq, Ashraf Abdulg'afur, Anvar Ismoil, Muhammad Ad-Dafravi, Hamza Shiimi, Abdulhafiz Al-Fatavi, Vajdi Al-Arabi, Zakariya Sulaymon, Ahmad Mohir, Samira Muhsin, Abdulaziz G'unaym Muhammad Ash-Shubayhi, Mustafa Abdamirdosh Said Abdulkarim, In'om Al-Jiritli, Somiya Amin, Ahmad Abdulvoris, Sabhi Abdulmunaym. Tasvirchilar Abdulloh G'ays, Firdavs Abdulhamid, Jamol Ismoil, Rafat Fuhaym Nabil Al-Falqabi, Muhammad Bakhsh, Fadiya Abdulg'ani. Qo'shiqlarni Yosmin Al-Hayyom ijro etgan. Bastakor Jamol Saloma, musiqa rahbari Ahmad Abu Zayd. Rejissor Ahmad Tantavi. Birinchi qism. Ey Halilulloh, mana bu yer eng yaxshi joyga o'xshaydi. Ha,
Alloh bizga shu yerni lozim ko'ribdi. Biz bu yerda Fir'avnning qasridan uzoqroq bo'lamiz va u ko'ringach, boshqalar kabi unga sajda qilishga majbur bo'lmaymiz. Ey Halilulloh, qasrning hashamati ko'zni qamashtiradi-ya. İbrahim alayhissalom dedilar: Allohga itoat etinglar. O'zgalarning zebu ziynatiga boqmanglar. Ularning qalblari toshdek qotib qolgan. Shayton esa ularning ko'rinishlariga zeb bergan. Shavkatingiz va qudratingiz bundan ham ziyoda bo'lsin ey mehribon iloh. Ey xudolarning tili va dili. Ey har bir muborak satrni qalbiga jo qilgan, har bir ilohiy so'zni tilida yod etgan, o'z dilida barcha xudolarni jamul jam etgan. Tur, ey ulug' kohin, mening poyimga sajda qilma. Hazratim, qasringizga barcha mamlakatlardan elchilar kelishgan. Ularning ichida sizni yaxshi ko'radiganlari ham, hasad qilguvchilari ham bor. Ularning orasida jodugarlar yurtidan kelganlari ham bor. Ko'zi do'zax cho'pidek bo'lgan shayton xizmatkorlari ham bor. Bizning sehrgarlarimiz sizga tumor taqib, sehr kuchlari bilan sizni dushmanlaringiz jodusidan himoya qilishadi. Ma'qul. Ma'qul. Hazratim, hozir kiyganingiz ilohlarning qalqonidir. Bunga hech qanday jodu ta'sir qilmaydi. Endi sizga hech kim ziyon yetkaza olmaydi. Hazratim, siz nurdek osmonga ko'tarilib, hamma yoqni ko'rib, xotirjam bo'lib, elchilarning oldiga qaytib tushguningizga qadar qulingizning bir iltimosini bajarsangiz. Qanday iltimos? Ana shu tumor va sehr qudratini sinab ko'rsangiz. Shunda ilohlar qalqonining kuchiga ishonch hosil qilasiz. Sizning muqaddas vujudingizga hech qanday zarar yetmasligiga amin bo'lardingiz. Hozir shuncha davlatlarning elchilari kutib turgan bir paytda-ya. Buning uchun bir lahza kifoya.
Qanday qilib? Sizga eng ko'p ziyon yetkazgan Bobillik jodugar ayol ekan. Haram bekasi uni mana bu eshik ortiga olib kelgan. Uni bu yerga olib kirsin-da. Siz hozirgi kuchingizni unda sinab ko'ring. Aminmanki u sizga endi so'zsiz bo'ysunadi. Bir bo'sa olasiz. Bittagina bo'lsa ortiq emas. Bu nima deganing? Ammo haqiqatdan ham meni eng yomon joduga duchor qilgan o'sha edi. Endi u menga so'zsiz bo'ysunadigan bo'lishi kerak. Agar u menga bir bo'sa bersa, amrimga itoat etgan bo'ladi. Bo'pti, kirsin. Biz mana bu tumorlar kuchini sinab ko'ramiz. Lekin hozir emas. Elchilar ketsin. Keyin. Hazratim, mehmonlar orasida bu xotindan ham yovuzroq odamlar bor. O'shalarning jodusidan asrash uchun biz sizga mana bu tumorlarni taqdik. Bularning kuchini sinash uchun o'zingiz aytganingizdek bir tajriba qilib ko'rish kerak. Shu yerdami? Ha, hozir. Sora kirdilar. Allohning qudrati bilan boshlari mag'rur ko'tarilgan, ko'zlarida qo'rquvdan asar ham yo'q edi. Hazratimga sajda qil. Men Allohdan o'zgasiga sajda qilmayman. Kim u Alloh? Dedilar. Alloh yakkayu yolg'iz ilohdir. U mening, sening va barcha mavjudotning Tangrisidir. Titrama. Nimadan qo'rqayapsan? Biz yolg'iz emasmiz-ku. Sora dedilar. Orqangga qayt. Yo'qsa men Alloh taolodan senga o'z kuch-qudratini namoyon qilishini so'rayman. Hazratimga bo'ysunib itoat et. Uning muqaddas qo'llarini o'p. Yo'q. Yo'q. Men endi unga sira ham tegmayman. Qo'llarim qotib qoldi. Qimirlata olmayapman. Ilohiyning qudratiga ishondim. Endi men Koqin va uning yordamchilariga ishonmayman. Allohdan so'ra, u qo'llarimni bo'shatsin. Sora dedilar. Parvardigor,
Odamlarning dillaridagini yolg'iz o'zingina bilasan. Agar u chindan ham iymon keltirgan bo'lsa, uning qo'llarini bo'shatgin. Menga qara. Sen kimsan o'zi? Sora dedilar. Men Allohning quli bo'lgan bir ayolman. Men o'z erimning panohida sening lashkarlaring uni chodiriga hujum qilgunga qadar tinchlikda edim. Ering kim? Dedilar. Allohning elchisi Ibrohim. Ur shahridagi o'z qavmining butlarini yakson qilgan Ibrohimdir. Uni olovga tashlagandilar. Alloh taolo olovga Ibrohim uchun salqin va omonlik yeriga aylan deb buyurdi. Bu o'sha Bobil shohi Namrud ibn Kushga mo'jiza ko'rsatgan cho'ponmi? Men u haqda eshitgandim. Xo'sh, nega u mening qo'l ostimdagi shaharga hujum qildi? Dedilar. Ular hujum qilmadilar, balki hujumni qaytardilar. Shundan beri mol va davlat, toj va taxtdan kechib, bor mulkni odamlarga tarqatib, ko'chib yuribdilar. Chunki Alloh ularga bir yerda o'tirmaslikni buyurgan. Ular mamlakatlar bo'ylab safar qilib, odamlarni islomga chaqiradilar. Bu ayolni qasrimizning mehmoni hisoblang. Unga hurmat va ehtirom ko'rsating. Eri kelguncha uni aslo xafa qilmang. Dedilar. Erim hozir shu yerda. Qasringizdagi mehmonlar orasidadir. Bo'lmasa, o'zim uni oldiga boraman. Ilohimiz Fir'avnga sajda qilinglar. Ibrohim alayhissalom dedilar. Biz Allohdan o'zgasiga sajda qilmaymiz. Qaysi biringiz Ibrohim bo'lasiz? Ibrohim alayhissalom oldinga chiqdilar. Ey shoh, biz Sorani ozod qilishing uchun aytganingni to'laymiz. Yo'q. Men mehmonlarimdan hech qanday to'lov olmayman. Sora va Ibrohim Misr mamlakati bo'ylab xohlagan yerlarga borishlari mumkin. U ikkisi mamlakatimning mehmoni. Mol va davlat, oziq-ovqat, kiyim-kechakdan istaganlaricha olishsin. Men bularning hammasini sizlarga, ilohingizga yaqinroq bo'lish uchun hadya qilyapman. Bildimki, u sizlardan hech qachon yuz o'girmas ekan. Sora dedilar. Ey shahanshoh, mening sendan bittagina iltimosim bor. Ayni nikoh arafasida qallig'i bo'lmish Manf amiri sizlar bilan jangda halok bo'lgach,
asira qilib olgan joriyangizni menga bersangiz. Aytgan qizini darhol unga bering. Xizmatini qilish uchun yana 20 ta joriya tayinlang. 1000 ta tuya va qoramol bering. Kiyim-kechak va zebu ziynat taqdim eting. Xo'sh. Yana nima istaysan Ibrohim? Ibrohim alayhissalom dedilar: "Ey shahanshoh, Alloh seni haq yo'lga boshlasin. Mamlakating bo'ylab safar qilishga ruxsat bersang. Mening so'zlarimga quloq soladiganlarni toparmadim shunda. Men ularning diliga qiyomat kunigacha avlodlarining ham qalblarida muhrlanib qoladigan so'zlarni jo qilgan bo'lardim." Qanday so'zlar ekan ular? Ibrohim alayhissalom dedilar: "Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Sen istagancha bo'lsin. Men senga muhrim bosilgan bir vasiqa berurman. U bilan mamlakatimning istagan yeriga sen uchun yo'l ochiladi va izzat ikrom ko'rsatiladi. Hojar, tur o'rningdan. Shohimiz asiralarga bosh bo'lgan haram bekasi keldi. U sen bilan gaplashmoqchi. Bunchalar muattar ifor taralmoqda sendan, Hojar. Bu atirni qayerdan olding? Bu asira qanday qilib atir shishani bu yerga bekitib olib kirdi? Demak, shohimizni o'ldirish uchun biron bir shisha zahar yoki biron bir xanjarni ham bekitib olib kirishi mumkin ekanda. Axir seni vazifang haramga kirayotganlarning hammasidan shohimizga zarar keltirishi mumkin bo'lgan har qanday narsani olib qo'yish-ku. Bu muqaddas haramga kirishdan avval har kim yuvinib pok bo'lmog'i shart. Bu asiralarning erlari shohimizni lashkarlari bilan jangda halok bo'lganlar. Mana bu qiltiriq qora qiz agar eri o'ldirilmaganda hozir Misrning malikasi bo'lgan bo'lardi. Esingdami? U boshiga muqaddas ilonlar shakli tushirilgan toj kiyib kelgan edi. Uni 2 mamlakat malikasi deb atashardi. Ko'rinishlari oliy janob, qaddalari sar tegdi. Erga tegib er ko'rmagan mana bu malikani ko'rib qo'y. Qasrimizga bekitib atir olib kiribdi-ya. U hech narsa olib kirmagan edi. Unda bu xushbo'y atirni qayerdan oldi? Hojar, ilohing haqqi meni qutqar. Bekamizga rostini ayt. Hojar dedilar: "Men atir sepmadim." Nima? Hidini sezmayapsanmi? Dedilar. Sezyapman, lekin bu ifor qayerdan kelayotganini bilmayman. Anchadan beri shunday bo'lib turadimi? Dedilar, yo'q. Endi shunday bo'lishi. Yaqinda men bir tush ko'rdim. Uyg'onganimdan keyin dimog'imga xushbo'y atir hidi urildi. Sizlar ham kirib uni sezdinglar. Menga shunday tuyulyapti deb o'ylagan edim. Endi bilsam, bu o'ngim haqiqat ekan. Shu kunlarda ko'p ajoyib ishlar bo'lmoqdami? Bu qizchi, bokira qiz, ayting, shuni so'zlab bersin. Aytib ber, ey Hojar.
Hojar dedilar. Shunda men bir ruh emishman. Nur dengizida suzib yurganmishman. Dilim toza suvga chayqab olgandek g'ussalardan forig' bo'lganmish. Shundan keyin vujudimga ifori bu dunyodagi barcha atirlar hidini bosib ketadigan mushki ambar sepilganmish. Ko'rgan tushimdan ruhim juda yengil bo'ldi. Ko'rgan tushing seni iffating va pokligingga munosibdir. Senga ilohimizning nazari tushdi, Hojar. Kechagina Marta o'limdan omon qolding. Bugun bu dargohdan omon ketyapsan. Qo'shni xonadagi joriya shohimizni roziligini oldi. U eri bilan ketyapti. Shohimiz seni unga hadya qildilar. Sen endi uni mulkisan. Saroy xizmatkorlari hozir unga safar anjomlarini tayyorlash bilan bandlar. Malikamiz ularga oziq-ovqat, kiyim-kechak, mol-mulk, qullar va ulov berib jo'natishni amr qildilar. Qo'limizdan chiqib ketyapsan. Yangi bekang bilan ketasan hozir. Hojar yerga ko'zlarini tikib, o'zlariga o'zlari dedilar. Men o'sha Hojarmanmi? Mamlakat bekasi, ikki tojli malika, ilohning sevimlisi, qallig'i, xotini bo'lgan Hojar menmanmi? Yo'q, endi faqat Misr shohining quli, joriyasi, cho'risi bo'lgan Hojargina bor. Mana bular bizlarning ilohlarimiz. Biz ularga ibodat etamiz. Ularga atab qurbonliklar qilamiz. Soyalari ko'ringan yerga sajda qilamiz. Ularning ismlari mana bunday: Sihni, urush, jangu jadal xudosi; Rosin, maishat va lazzat xudosi; Uzuriz, yer uzra uzala tushib yotadi. Kamalak uning timsoli. Iziz, uning vafodor singlisi, akasining jasaddan homilador bo'lgan. Luxuriz, otasini o'ldirgan 6 ta amakisidan uning qasosini olgan. Shunda Ibrohim alayhisalom dedilar: Ey Misr ahli, men sizlarning noto'g'ri aqidalaringizda, adashgan e'tiqodlaringizda haqiqat urug'larini ko'rayapman. Sizlar o'limdan keyin tirilish,
hisob kitob bo'lishiga, savob hamda gunoh ishlariga va ularga mukofot va yoki jazo berilishiga ishonar ekansizlar. Kohinlaringiz sizlarga ilohlarning siri har bir insonning qalbidadir deyotganini eshitdim. Ular qalbingdagi ilohlarning amrlariga itoat et deydilar. Bu gaplar qadim zamonlarda Alloh taolo elchilariga yuborgan muqaddas risolalarning ta'siri deb o'ylayman. Ey Misr ahli, har biri o'z holicha bo'lgan bir qancha xudolar yaxshimi yoki kuch-qudratda tengsiz yagona Alloh yaxshimi? Allohga ibodat qilinglar, unga hech kimni, hech narsani sherik qilmanglar. Sizlarni yaratgan, rizqingizni bergan o'shadir. U butun borliqning, butun olamning egasidir. Bizning xudolarimizning otasi Rodir. U o'z kuch-qudratini bolalarga bo'lib bergan. Gapingga qaraganda Alloh deganda Roni tushunib, faqat o'shanga ibodat qilishimiz kerak ekandi. Ibrohim alayhisalom dedilar: Allohdan boshqa xudo yo'q. U yagona, u abadiy, u tug'magan va tug'ilmagan, unga hech kim teng bo'la olmaydi. U xudolardan qanday qilib voz kechasan axir? Ularning har birining yerda yoki samoda o'z ta'sirini ko'rsatadigan sohalari bor-ku. Osmon xudosi qanday qilib yerdagi yurtni idora qila oladi? Ibrohim alayhisalom dedilar: Osmondagi iloh yerdagi ilohning o'zginasidir. Agar ularning har birining o'z xudosi bo'lganda, yer bilan osmon bir-biridan allaqachon ajralib ketgan bo'lar edi. Ey Halilulloh, Misrning qayeriga borsangiz ham odamlarni Alloh taolo yo'liga da'vat eting. Ularning qalblariga haqiqat urug'larini seping. Ba'zilari Allohning hidoyati yo'liga kirdilar, lekin ko'pchiligining bunga aqli yetmayapti. Ey Halilulloh, kohinlar ko'pchilikning dilini o'zlariga rom qilganlar. Buni biz hamma yerda ko'rdik. Nil vohasidagilar ham kohinlarga bo'ysunadilar. Kohinlar o'zlarining amallaridan sovg'a salomlar, qurbonliklar undirish uchun foydalanyaptilar. Shu yo'l bilan katta boyliklar orttiryaptilar. Yig'ishgan oltin va kumushlarning hisobi yo'q. Islomga da'vat qilishda biz Iksus yurtidan, Fir'avn Slaniks mamlakatidan o'tib Nilning yuqori qismlarigacha yetib keldik. Hamma yerda kohinlar hukm yurgizayotganini ko'rdik. Ular bizning gaplarimizdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, barcha xudolarni bitta xudo timsoliga keltirdilar. Ibrohim alayhisalom dedilar: Ular adashadilar. Islomni Alloh taoloning yagona dini deb qabul qilmagunlaricha ular ko'p narsa yo'qotadilar. Davlatlari ham davlat bo'lmaydi. Ular oxiratlaridan bu dunyoni afzal ko'rdilar. Hidoyat yo'liga kirmagunlaricha ularning hech ishlari yurishmaydi. So'ng birodarlariga o'girilib dedilar: Men Misr Fir'avnidan bu mamlakatni tark etib, Baytilga qaytishimizga ruxsat so'rash vaqti keldi deb o'ylaganman. Men ham xuddi shuni aytmoqchi edim. Biz Misrda o'z vazifamizni bajaryapmiz. Ey Halilulloh, biz Misrning har yeriga borib, odamlarga Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini aytdik. Ey Rasululloh, men Alloh taoloning birligiga iymon keltiraman. U yakka-yu yagona, hech kim unga sherik bo'la olmaydi. Sening da'vating mening qalbimdan o'z o'rnini topdi. Sen bilan birga bo'lishimga ijozat berasanmi? Menga diningni o'rgatasan, men esa sening hamma amringga bo'ysunaman. Ibrohim alayhisalom dedilar: Barakalla ey Misrlik, aqling kirdi.
menga ergashgan men bilandir. Menga yo'ldosh bo'lishni istagan bo'lsang, men senga dinimni bildiraman. Sen esa o'z ahling bilan qolasan. Allohning qudrati bilan birortani hidoyat yo'liga boshlasang, unga olamni quyoshdan ham ortiq munavvar qilgan bo'lasan. Agar biz bilan bo'lmoqni ixtiyor qilgan bo'lsang, bizning mulkimiz sening mulking, bizning vojibimiz sening ham vojibing bo'ladi. Ey Misrlik, sen bu dinni o'z qavming orasida yoygin. Bo'ldi, sen endi bizga yo'ldoshsan. Bu dunyo o'tkinchi. Halilulloh bilan oxiratda birga bo'lish bu dunyoda birga bo'lishdan ming bor afzaldir. Ibrohim alayhissalom dedilar: "Inshaalloh biz yo'lga chiqamiz. Biz bilan Misr chegarasigacha birga bor. Alloh taolo buyurganini qil." Hazratim qudratli Fir'avn eshik ortida Firotning narigi tomonidan kelgan Ibrohim ismli kishi turibdi. O'ziga va hamrohlariga ko'rsatgan iltifotingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchi va mamlakatingizdan chiqib ketishga ruxsat so'ramoqchi. Men u bilan yakkama-yakka uchrashmoqchiman. Uni meni xonamga kiritinglar. O'sha yerda kutib tursin, koqillar va ayollar bu uchrashuvimizdan xabar topmasinlar. Fir'avn Ibrohimning yolg'iz o'zi bilan uchrashmoqchi. Buni qasrda hech kim bilmasligi kerak. Qanday qilib biz Allohni yolg'iz o'zini qoldiramiz? Fir'avnning maqsadi nima ekanligini bilmaymiz-ku. Ibrohim alayhissalom dedilar: "Qo'rqmanglar. Men muqaddas kitobni nozil qilgan, solih bandalarining himoyachisi bo'lgan Alloh taoloning panohidaman." Film O'zbekiston Davlat teleradio kompaniyasining kino ko'rsatuvlar tahririyati tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Arab tilidan Abduhafiz Abdujabborov tarjimasi. Maslahatchilar: O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasining mas'ul xodimlari Ubaydullo Uvatov va Ilhomjon Eshonjonov. Dublyajda artistlardan Rima Ahmedova, Oybarchin Bakirova, Hoji Akbar Nurmatov, Afzal